Avvalambor assalomu alaykum. Bu musobaqa men uchun juda ham muhim ahamiyatga ega edi, chunki o'sha bolalikdagi orzuyim edi. Har doim bu musobaqada o'sha barcha jahon chempionlari o'ynaganda ham kuzatib borardim yoshligimdan va orzu qilardim birinchi o'sha ishtirok etishni va keyinchalik g'alaba qozonishni. Shu yillar davomida 23-24 yil, 25-yilda ham juda ham har yili juda ham birinchi o'ringa yaqin kelib, har yili ikkinchi, uchinchi o'rinlarni qo'lga kiritdim va bu yil o'zimga o'zim aytdimki, endi bu yil nima deydi, o'zimga o'zim shunaqa shart bilan va'da berdim, shu birinchi o'rinda hech kimga bermayman deb va butun musobaqa davomida birinchi turdan 13-turgacha peshqadamlik qildim va o'ylaymanki, juda ham chiroyli g'alabaga erishdim. Albatta bunaqa ulkan g'alabalarning ortida mehnat yotadi. Fursatdan foydalanib barchaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Birinchi navbatda ota-onamga, keyin o'sha yaqinlarimga va albatta murabbiylarimga o'z chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Ularning ko'magisiz bunaqa darajaga, bunaqa yutuqqa erisha olmasdim hech qanaqa. Va hamma meni barcha qo'llab-quvvatlagan barcha muxlislarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Juda ham xursandman va o'ylaymanki, bunaqa g'alabalar juda ham ko'p bo'ladi.